Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirganda oddiy fuqaro nimani bilishi kerak? Qaysi holatlarda darhol harakat qilish zarur? Qaysi vaziyatlarda esa vahimaga tushmaslik kerak? Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Chunki qonun faqat yuristlar, tadbirkorlar yoki davlat idoralarida ishlaydiganlar uchun emas. Qonun bizning ishimizga, pensiyamizga, nafaqamizga, jarimalarimizga, kreditimizga, mulkimizga, hujjatlarimizga va hatto kundalik hayotdagi oddiy qarorlarimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men buni murakkab yuridik tilda emas, oddiy odam tushunadigan qilib amaliy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ko'p xatodan, ortiqcha jarimadan va keraksiz yugur-yugurdan qutuladi. Avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Yangi qonun kuchga kirdi degani hamma narsa bir kunda butunlay o'zgarib ketdi degani emas. Lekin ayrim qoidalar aynan kuchga kirgan sanadan boshlab ishlay boshlaydi. Masalan, ilgari biror hujjatni topshirish uchun 3000 kun muddat berilgan bo'lsa, yangi tartibda bu 10 kun bo'lishi mumkin. Ilgari ma'lum bir jarima miqdori 330 ming so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartibda u 36 ming so'mga chiqishi mumkin. Ilgari ariza faqat qog'oz shaklida topshirilgan bo'lsa, endi elektron tarzda ham topshirish majburiy yoki qulayroq bo'lishi mumkin. Oldin odamlar ko'pincha bitta xatoga yo'l qo'yardi. Men bilmagan edim deb o'ylardi va shu sababli javobgarlikdan qutulaman deb hisoblar edi. Ammo amaliyotda bunday emas. Qonun rasmiy e'lon qilingan va kuchga kirgan bo'lsa, fuqaro uni bilishi kerak deb qaraladi. Bu biroz qattiq eshitilishi mumkin, lekin davlat tizimi shunday ishlaydi. Shuning uchun men doim aytaman, yangi qonun chiqqanda eng muhim savol bu menga yoqadimi yoki yo'qmi emas. Bu mening hayotimdagi qaysi ishga ta'sir qiladigan savol bo'lishi kerak. Masalan, siz haydovchisiz. Yangi tartib yo'l harakati qoidalari jarima to'lash muddati yoki chegirma muddatiga ta'sir qilsa, siz buni bilmasangiz pul yo'qotasiz. Siz tadbirkorsiz. Soliq hisobotida yangi talab kiritilgan bo'lsa, bilmadim deyish hisobotni kech topshirish oqibatini bekor qilmaydi. Siz pensionersiz yoki nafaqa olasiz. Yangi tartibda hujjatni qayta tasdiqlash, bank kartasini yangilash yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotni aniqlashtirish talab qilinsa, vaqtida harakat qilmasangiz to'lov kechikishi mumkin. Endi asosiy farq nimada? Oldingi tartibda ko'p jarayonlar qo'lda navbat bilan mahalla, idora yoki bank orqali yurardi. Yangi tartiblarda esa ko'p narsa elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan vaqtni tejaydi. Lekin yomon tomoni shuki, bazadagi bitta xato ham sizga muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotingiz eskicha turgan bo'lsa, familiyangiz yozilishida farq bo'lsa, yashash manzilingiz yangilanmagan bo'lsa, tizim sizni avtomatik ravishda noto'g'ri toifaga kiritishi yoki arizangizni qaytarishi mumkin. Endi men sizga kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa hujjat bilan ishlaydiganlar. Bu yerda faqat tadbirkorlarni nazarda tutmayapman. Oddiy fuqaro ham uy sotib olayotganda, meros rasmiylashtirganda, aliment, nafaqa, subsidiya, kredit, ijara yoki nikoh bilan bog'liq hujjatlarda qonun o'zgarishidan bevosita ta'sir ko'radi. Masalan, siz uy-joy ijaraga berasiz. Oldin og'zaki kelishib har oy pulni naqd olib yurish odatiy ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin yangi talablar ijara shartnomasini rasmiylashtirish, soliq hisobini yuritish yoki elektron ro'yxatdan o'tkazish masalasini kuchaytirsa, sizda xavf paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, oyga 2 million so'mdan ijara olasiz. Bir yil davomida bu 24 million so'm bo'ladi. Agar shartnoma yo'q, to'lov izlari yo'q, soliq tartibi bajarilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqqanda siz na ijarachidan pulni to'liq talab qila olasiz. Na davlat organi oldida o'zingizni bemalol his qilasiz. Ijarachi uydagi jihozga zarar yetkazsa, kelishuvimiz og'zaki edi deyishi mumkin. Shunda sizda dalil yetishmaydi. Ikkinchi toifa kredit olganlar va qarzdorligi borlar. Yangi qonun qarzdorlikni undirish, ijro hujjatlari, bank hisob varaqlariga cheklov, foizlarni hisoblash yoki qarzdorga ogohlantirish berish tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda men eng oddiy misolni olay. Fuqaro 1 million so'm kredit olgan, oyga 1 million 200 ming so'mdan to'lash kerak. U 2 oy kechiktirdi. Oldin bank telefon qilib ogohlantirgan, keyin yozma xat yuborgan bo'lishi mumkin. Yangi tartibda esa ayrim jarayonlar elektron xabarnoma orqali yurishi mumkin. Agar siz telefondan raqamingizni
almashtirgan bo'lsangiz, bank ilovasiga kirmasangiz, pochta manzilingiz noto'g'ri bo'lsa, siz xabarni ko'rmay qolishingiz mumkin. Lekin tizimda xabarnoma yuborilgan deb turadi. Natijada qarz kattalashadi, penya qo'shiladi, keyin ijro ishiga o'tishi mumkin. 3-toifa avtomobil haydovchilari. Qonundagi o'zgarishlar ko'pincha haydovchilarga tez ta'sir qiladi. Chunki yo'l harakati, jarima, texnik ko'rik, sug'urta, ishonchnoma, radar va kamera tizimlari amaliyotda faol ishlaydi. Masalan, sizga 340 ming so'm jarima keldi. Agar qonunda jarimani ma'lum muddat ichida to'lashda chegirma berilishi belgilangan bo'lsa, siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, o'sha chegirmadan ayrilasiz. Aksincha, jarimani asossiz deb hisoblasangiz, shikoyat qilish muddatini bilishingiz kerak. Ko'p odamlar keyin ko'raman deb yuradi, keyin muddat o'tadi. Muddat o'tgandan keyin haq bo'lsangiz ham, masalan, tiklash ancha qiyinlashadi. 4-toifa, nafaqa, moddiy yordam, subsidiya yoki ijtimoiy to'lov oladiganlar. Bu yo'nalishda qonunlar va qarorlar o'zgarsa, odatda mezonlar, daromadni hisoblash tartibi, oila tarkibini aniqlash, uy-joy sharoitini baholash yoki hujjat topshirish yo'li o'zgaradi. Masalan, bir oila bolalar nafaqasiga ariza beradi. Oilada 5 kishi bor, ota vaqtincha ishlamayapti. Ona uyda, 2 bola maktabda, 1 bola bog'cha yoshida. Agar tizim otaning nomida eski avtomobil borligini ko'rsa yoki oilaning bir a'zosi boshqa manzilda ro'yxatda tursa, ariza rad etilishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'pincha biz haqiqatan qiynalyapmiz-ku deydi. Men buni tushunaman. Lekin tizim hujjatga, bazadagi ma'lumotga va belgilangan mezonga qaraydi. Shuning uchun yangi tartibda hujjatlaringiz bazada qanday ko'rinayotganini tekshirish juda muhim. 5-toifa, tadbirkorlar. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Yangi qonun kuchga kirganda eng katta xavf shu yerda bo'ladi. Chunki biznesda har bir talab pulga bog'liq. Hisobot muddati o'zgarsa, soliq stavkasi o'zgarsa, kassa cheki berish tartibi kuchaysa, litsenziya yoki ruxsatnoma talabi yangilansa, bitta xato bir necha million so'm zarar keltirishi mumkin. Masalan, kichik do'kon kuniga 3 million so'mlik savdo qiladi. Bir oyda bu taxminan 90 million so'm aylanma degani. Agar kassa intizomi buzilsa, hujjatsiz tovar kirsa yoki elektron hisobvaraq faktura noto'g'ri rasmiylashtirilsa, tekshiruv paytida muammo chiqadi. Buxgalter biladi, deb qo'l siltash ham to'g'ri emas. Tadbirkor o'z biznesi uchun oxirgi javobgar shaxs bo'lib qoladi. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, qarzdorliklaringiz nazoratda bo'lsa, rasmiy xabarlarni kuzatib borsangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, siz uchun yangi qonun ko'pincha faqat tartibni bilib olish masalasi bo'ladi. Qonun o'zgarishi har doim ham jazolash degani emas. Ba'zan yangi tartib odamga yengillik beradi. Arizani onlayn topshirish, navbatni kamaytirish, ortiqcha ma'lumotnoma talab qilmaslik, ayrim jarimalarga chegirma berish. Hujjatlarni idoralar o'rtasida avtomatik olish kabi imkoniyatlar ham bo'lishi mumkin. Endi eng muhim joyga keldik. Istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik nuqtalar. Birinchi nozik nuqta. Qonunning kuchga kirgan sanasi bilan uning amalda qo'llanish sanasi har doim ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi normalar qonun rasmiy e'lon qilingan kundan kuchga kiradi. Ba'zilari 3 oy, 6 oy yoki ma'lum bir sana o'tgach ishlay boshlaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Faqat sarlavhani o'qib xulosa qilmang. Modda kuchga kiradi, amalga oshiriladi, joriy etiladi. Belgilangan tartibda degan iboralarga e'tibor bering. Ikkinchi nozik nuqta. Eski ishlar eski tartibda, yangi ishlar yangi tartibda ko'rilishi mumkin. Masalan, siz qonun kuchga kirishdan oldin ariza bergansiz. Lekin javob yangi tartib kuchga kirgandan keyin chiqyapti. Bunday vaziyatda qaysi tartib qo'llanadi? Bu savolga javob qonunning o'zida yoki o'tish qoidalarida bo'ladi. Ayrim hollarda eski arizalar eski tartibda yakunlanadi. Ayrim hollarda esa yangi talablar qo'llanadi. Shuning uchun ariza bergan sanangiz, qabul qilingan raqamingiz, kvitansiya yoki elektron tasdiqni albatta saqlang. 3-nozik nuqta. Jarima va javobgarlik masalasida yengillashtiruvchi norma bo'lsa, u ba'zan oldingi holatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin og'irlashtiruvchi norma odatda orqaga qaytib qo'llanmaydi. Bu umumiy huquqiy prinsip sifatida muhim. Oddiy qilib aytganda, agar yangi tartib jazoni kuchaytirgan bo'lsa, odamni eski vaqtdagi harakati uchun yangi og'ir jazo bilan jazolash odatda mumkin emas. Lekin agar yangi tartib jazoni yengillashtirsa,
Ayrim vaziyatlarda fuqaro bundan foyda ko'rishi mumkin. Buni har doim alohida tekshirish kerak. Chunki har bir sohada o'zining maxsus qoidasi bo'ladi. 4-nozik nuqta: og'zaki maslahatga tayanib qolmang. Mahalladagilar shunday dedi. Tanishim aytdi. İnternetda bitta odam yozibdi. Bankdagi xodim telefon orqali tushuntirdi degan gaplar huquqiy dalil bo'lib qolmaydi. Agar masala pul, mulk, jarima, sud, nafaqa yoki biznesga bog'liq bo'lsa, yozma javob oling. Davlat organiga ariza bersangiz, kirim raqamini oling. Elektron portal orqali yuborsangiz, tasdiq faylini saqlang. Bank bilan gaplashsangiz, ilova ichidagi xabar, shartnoma bandi yoki rasmiy javobni saqlang. 5-nozik nuqta: hujjatdagi kichik xato katta oqibat keltiradi. Familiyada bitta harf farqi, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, pasport seriyasi eski bo'lib qolishi, Ester yoki JSHR raqami noto'g'ri yozilishi ariza rad etilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirdi, lekin bank, soliq, kadastr va boshqa bazalarda ma'lumotlar bir xil yangilanmadi. Keyin u subsidiya yoki kreditga ariza beradi. Tizimda bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya chiqadi. Natijada qo'shimcha tekshiruv. Ariza qaytishi yoki muddat cho'zilishi mumkin. 6-nozik nuqta: qarindosh nomidagi mulk yoki hisob-kitoblar sizga ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy yordam, subsidiya yoki ayrim imtiyozlarda faqat ariza beruvchining o'zi emas. Oila a'zolarining daromadi, mol-mulki, transpozitasi yoki rasmiy bandligi ham hisob qilinadi. Masalan, oila real hayotda alohida yashaydi, lekin ro'yxatda bir manzilda turadi. Tizim esa ularni bitta oila sifatida ko'rishi mumkin. Shunda daromad yuqori ko'rinadi va yordam rad etiladi. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin, lekin hujjat tartibga keltirilmaguncha tizim real hayotni emas, rasmiy ma'lumotni ko'radi. 7-nozik nuqta: muddatlar. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xato shu. Odam haqli bo'ladi, lekin muddatni o'tkazadi. Shikoyat qilish uchun 10 kun bo'lsa, u 20 kuni keladi. Ariza topshirish uchun oy oxirigacha vaqt bo'lsa, u keyingi oy keladi. Jarimani chegirma bilan to'lash muddati bo'lsa, u kechikadi. Hujjatni yangilash kerak bo'lsa, u oxirgi kunga qoldiradi. Qonunda muddat juda muhim. Muddat o'tdimi, masala murakkablashadi. Ba'zan tiklash mumkin, ba'zan esa yo'q. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: o'zingizga tegishli sohani aniqlang. Siz haydovchimisiz, tadbirkormisiz, nafaqa olasizmi, kredit to'laysizmi, uy ijaraga berasizmi? Meros rasmiylashtiryapsizmi? Ish beruvchimisiz yoki ishchimisiz? Yangi qonun haqida eshitganingizda darhol bu mening qaysi huquqim yoki majburiyatimga tegadi deb yozib oling. Ikkinchi qadam: rasmiy manbani tekshiring. Qonun, qaror yoki farmon haqida gap ketganda uni rasmiy huquqiy axborot manbalaridan ko'ring. Ijtimoiy tarmoqdagi qisqa postlar ko'pincha to'liq manzara bermaydi. Sarlavha sizni qo'rqitishi mumkin, lekin matn ichida istisno, muddat yoki yengillik bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida doim shuni tavsiya qilaman. Kamida kuchga kirish sanasi, kimlarga taalluqliligi, qanday hujjat talab qilinishi va javobgarlik qismi alohida tekshirilsin. 3-qadam: hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR raqami, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjati, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari, soliq ro'yxati, ariza kvitansiyasi va eski yozishmalar kerak bo'lishi mumkin. Hamma narsani telefon rasmlarida aralashtirib saqlamang. Alohida papka qiling. Elektron nusxalarni ham tartiblang. Kerak bo'lganda 5 daqiqada topa olishingiz kerak. 4-qadam: ma'lumotlaringizni yangilang. Telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotingiz, bank kartangiz, soliq kabinetingiz, elektron pochtangiz va davlat xizmatlari portalidagi profilingiz dolzarb bo'lsin. Bugun ko'p xabarlar elektron yuboriladi. Siz xabarni ko'rmagan bo'lsangiz ham tizimda yuborilgan deb turishi mumkin. Shuning uchun eski raqamga ulangan kabinet, ishlamaydigan email yoki yangilanmagan manzil xavfli. 5-qadam: ariza yozayotganda umumiy gap yozmang. Masalan, menga yordam bering deyish yetarli emas. Arizada kimligingiz, qaysi masala bo'yicha murojaat qilayotganingiz, qaysi hujjatga asoslanayotganingiz, nimani so'rayotganingiz aniq bo'lsin. Masalan, mening arizam falon sanada rad etilgan. Rad etish sababi sifatida falon ma'lumot ko'rsatilgan. Ushbu ma'lumot noto'g'ri. Chunki ilova qilingan hujjatda falon holat tasdiqlangan. Shu sababli arizamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman.
Mana bunday yozilsa, idora ham masalani aniq ko'radi. 6-qadam. Og'zaki va'daga ishonib qolmang. Agar xodim ertaga hal bo'ladi, muammo yo'q, sizga tegishli emas, keyin keling desa, muloyimlik bilan yozma javob so'rang. Bu xodimga ishonmaslik degani emas. Bu o'zingizni himoya qilish degani. Chunki ertaga boshqa xodim bo'lishi mumkin. Vaziyat o'zgarishi mumkin. Sizda esa dalil bo'lishi kerak. 7-qadam, muddatlarni kalendarga yozing. Jarima to'lash muddati, shikoyat muddati. Ariza topshirish oxirgi kuni. Hujjat amal qilish muddati, kredit to'lovi sanasi, hisobot topshirish sanasi, sud majlisi kuni, davlat xizmatidan javob olish muddati alohida belgilanadi. Oddiy telefon eslatmasi ham ko'p muammoning oldini oladi. Men ko'p marta ko'rganman, odam 2 million so'm yo'qotadi. Sababi huquqi yo'qligidan emas, eslatma qo'ymaganidan. 8-qadam, agar nizo bo'lsa, hissiyot bilan emas, dalil bilan ishlang. Telefon yozishmalari, SMS, bank chek, shartnoma, dalolatnoma, fotosurat, video, guvoh ma'lumoti, elektron ariza raqami, rasmiy javob, kadastr ko'chirmasi kabi dalillarni saqlang. Masalan, ijarachi pulni bermayapti. Sizda shartnoma yo'q, chek yo'q. Faqat Telegramdagi aka keyingi hafta beraman degan yozishma bor. Bu ham dalil bo'lishi mumkin, lekin rasmiy shartnoma bo'lganda vaziyatingiz ancha kuchli bo'lardi. 9-qadam. Murakkab masalada mutaxassisga murojaat qiling. Ayniqsa mulk meros, katta qarz, sud tadbirkorlik tekshiruvi, soliq, aliment, bolalar huquqi yoki uy-joy masalasida o'zboshimchalik bilan ariza yozib, keyin vaziyatni og'irlashtirib qo'ymang. Ba'zan bitta noto'g'ri jumla keyingi jarayonda sizga qarshi ishlatiladi. Mutaxassisga borish har doim sudlashish degani emas. Ba'zan 30 daqiqalik maslahat sizni 6 oylik muammodan qutqaradi. 10-qadam, har bir yangi qonunni o'zingizga qarshi tahdid deb emas, tartibni bilish imkoniyati deb ko'ring. Chunki qonunni bilgan odam faqat javobgarlikdan qochmaydi, balki o'z huquqidan ham foydalanadi. Kimdir subsidiya olish huquqiga ega bo'lib, bilmagani uchun olmaydi. Kimdir jarimani kamaytirish imkoniyatini bilmaydi. Kimdir mehnat ta'tili, ish haqi, kompensatsiya yoki aliment bo'yicha huquqini bilmaydi. Qonunni bilmaslik faqat jarima xavfi emas, ba'zan pulingizni va haqqingizni yo'qotish hamdir. Demak, yangi qonun kuchga kirgan bo'lsa, eng muhim ish vahimaga tushish emas, tartib bilan tekshirishdir. Birinchidan, qonun kimlarga tegishli ekanini aniqlang. Ikkinchidan, kuchga kirish sanasi va o'tish qoidalarini ko'ring. Uchinchidan, hujjatlaringizni tartibga keltiring. To'rtinchidan, muddatlarni o'tkazib yubormang. Beshinchidan, og'zaki gap bilan cheklanmang, yozma dalil saqlang. Men bu videoda sizga asosiy xavflarni, kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini, qanday xatolar ko'p uchrashini va amalda nima qilish kerakligini tushuntirdim. Endi sizdan so'rayman. Yangi qonunlar haqida ma'lumotni qayerdan olasiz? Sizda shu mavzu bo'yicha muammo yoki savol bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi.